Suyagim yaxshi tursin, suyak yemirilishini oldini olish uchun uy sharoitida suyak yemirilishiga tabiiy giyoh aytib o'ting deb juda ko'pchilik yozibdi. Unda eshiting, uy sharoitida birodarlar, tabiiy toza tog' mo'myosi haqida ma'lumot berib o'taman. Agar sizda suyagingizda mo'rtlashish bo'lsa, artrit, polartrit, revmatizm, ko'ksartiroz bo'ladigan bo'lsa, mana shu tog' mo'myosi Ibn Sino bobomiz tibb xonlarida maqtab o'tganlar bu mo'myo haqida. Ming dardga shifoligi hamma biladi deyarli. Birodarlar, buni moshligini bir stakan sutga yoki qaynagan suvga aralashtirib kechqurun iste'mol qilsangiz 25 kun, 1 oy, bir kurs ichinasi yana dam olib ichilsa bo'ladi. Agar sizda suyak yemirilishi bo'lsa, artrit, polartrit, revmatizm bo'ladigan bo'lsa, Xudoning izi bilan juda ko'pchilik kasallarga yaxshi. Suyak mo'rtlashi bo'ladimi? Suyaklarni mustahkam qilishga, suyaklarni baquvvat qilishga mo'myodagi yo'q birodarlar. Uy sharoitida tekin maslahat. Faqat mo'myo tanlashdagi adashmanglar. Mo'myo olishga toza mo'myoni topib iste'mol qiling, ming dardingizga davo Xudo xolasa. Ibn Sino bobomiz kitoblariga yozib o'tganlarki, shuncha dorilar, shuncha giyohlarni ko'rdim, mo'myodek giyohni ko'rmadim. Har bir kasallikka to'g'ri keladi, ming dardga davo deb. Do'stlaringizga jo'natmang, Xudo xolasa foydali bo'ladi.